Assalomu alaykum, Inspiring Education kanali obunachilari. Bugungi video tahlilimizda Birja maktabi saralash imtihoni ko'rinishida tayyorlangan testimizni, 4-repetision testimizni tahlilini ko'rib chiqamiz. Bu testimiz 15 ta savoldan iborat va hammasi test ko'rinishida. Demak, boshladik. Sayyoh 2 soat 15 daqiqa poyezdda, 45 daqiqa avtobusda, 1 soat 30 daqiqa piyoda yurdi. Agar u ertalab 8:45 da yo'lga chiqqan bo'lsa, nechada manzilga yetadi debdi. Bu yerda biz poyezd, avtobus, piyodaga e'tibor berayotmasligimiz kerak ekan va vaqtlarni shunchaki qo'shib chiqishimiz kerak ekan. Hop, 2 soat 15 daqiqa qo'shilgan 45 daqiqa bizga nechini beradi? 3 soatni beradi. Hop, 1 soat 30 daqiqani qo'shadigan bo'lsa, bunga yana 3 qo'shilgan 1 3 soat qo'shilgan 1 soat qo'shilgan 30 daqiqa ne bo'ladi? 4 soat 30 daqiqaga. Va endi 8 u 45 ga mana shuni qo'shishimiz kerak. 5 hop necha bo'lyapti bizda? 75. Ya'ni 15 keyin 1 soat qo'shib qo'yar ekanmiz. 8 ga 4 12 13. Ya'ni 13:15 da bu sayyohimiz manziliga yetib borar ekan. Javobimiz to'g'ri variant ekan. Hop, Italyan restoraniga 86 ta mol go'shti kotlet yetib keldi. Agar bitta taom tayyorlash uchun 3 ta kotlet kerak bo'lsa, maksimal darajada taomlar tayyorlagandan so'ng nechta kotlet ortib qoladi? Ya'ni nima qilishimiz kerak bu yerda? 86 hop 3 tadan qilib ishlatildi. Maksimum nechta ovqat tayyorlashimiz mumkin? Hop. Shuncha qilib bo'ladigan bo'lsa, 8-da 2 tadan beramiz. 26-da 8 tadan beramiz. Ya'ni 28 ta ovqat tayyorlashimiz mumkin va bizda 2 ta kotlet qoldiq bo'lib qolib ketyapti. Nechta kotlet ortib qoladi degan, demak javobimiz C variant bo'lar ekan. 2 ta kotlet ortib qolar ekan. Hop. 3-savolimiz masala ko'rinishida ekan. 10 kishidan iborat guruh pitsa buyurtma qilmoqchi. Har bir kishi 2 ta bo'lak pitsa olsa va har bir pitsa 4 bo'lakdan iborat bo'lsa, nechta pitsa buyurtma qilishlari kerak deyilibdi. Hop, 2 ta bo'lakdan yergan har bir kishi 10 kishi necha bo'lak bo'ladi jami? 20 bo'lak. Hop, 20 bo'lak yergan kerak ekan bizga. Bitta pitsamiz necha bo'lakdan iborat ekan? 4 bo'lakdan iborat ekan. Demak, nechta pitsa olib kelishimizni hisoblash uchun 20 ni jam bo'laklarni hop 4 tadan guruhlaymiz. Ya'ni 5 ta bizga pitsa buyurtirishimiz kerak ekan. Shunda hammamizga 2 tadan yetar ekan. Hammamizga hamma 10 kishiga. Hop, shunda bu javobimiz to'g'ri bo'lyapti. Lolada 3 ta sumkada bir xil miqdordagi marmar toshlar bor, jami 12 ta. Mahmudda ham 3 ta sumkada bir xil miqdorda marmar toshlar bor, jami 18 ta. Mahmudning bitta sumkasidagi marmarlar Lolaning bitta sumkasidagidan nechtaga ko'p deyilibdi. Hop. Demak, Mahmudda bitta sumkasida qancha bor? 18 bo'lingan 3, ya'ni 6 ta. Hop, Loladachi 12 bo'lingan 3, ya'ni 4 tadan marmar bor ekan. Endi bizdan so'ralgan narsa Mahmudning bitta sumkasidagi marmar Lolaning bitta sumkasidagi marmardan nechtaga ko'p? Bunda 6 ta, bunda 4 ta, 6 dan 4 ni ayirsak 2 taga ko'p ekan Mahmudda. Demak, har bir sumkasidagi marmarlar Lolanikiga qaraganda va javobimiz to'g'ri variant bo'lyapti. Hop. Nodir har kuni maktabga borish uchun 3 dan 1 kilometr yuradi. Maktabdan keyin uyga qaytish uchun yana 3 dan 1 kilometr yuradi. Hop. Yurish kerak. U hammasi bo'lib necha kilometr yuradi? Demak, 3 dan 1 kilometr yurardi birinchi. Bunga yana 3 dan 1 kilometrni qo'shamiz. Hop, bizda mahrajlarimiz bir xil, 3 suratlarni shunchaki qo'shib qo'yar ekanmiz. Ya'ni 2 taqsim 3 yoki 3 dan 2 kilometr bosib o'tar ekan. Nodir o'sha uyiga borib kelguncha. Javob A variant bo'lar ekan. Hop, Lobar g'alaba so'zini 2 marta ketma-ket doskaga yozdi. U A harfini necha marta yozgan? Demak, o'zi bitta g'alaba so'zida nechta A harfi bor? Bitta, 2 ta, 3 ta. 3 ta ekan. Hop, buni yana ketidan yozsa, yana 3 ta A bo'ladi. Demak, jam bizda 3 + 3 6 ta A harfi yozilar ekan. Lobar demak doskaga 6 ta A harfini yozibdi. C javobimiz to'g'ri kelyapti. Hop, o'g'il buvisidan 50 yosh kichik,
onasidan esa 25 yosh kichikdir. Agar buvi va onaning yoshlari yig'indisi 115 bo'lsa, o'g'il necha yoshda deyilibdi. Xo'p, o'g'ilning yoshi bizga hozir noma'lum. X ni belgilab olaylik. Demak, buvisidan 50 yosh kichkina ekan. Buvisi yosh necha bo'lar ekan? X plus 50. Onasi necha yosh bo'lar ekan? X qo'shilgan 25. O'g'ildan 25 yosh katta, o'sha o'g'ildan 50 yosh katta buvisi. Ikkalasini qo'shsak, endi x plus 50 qo'shilgan x plus 25 necha bo'lishi kerak? U buvi bilan onaning yoshlari yig'indisi 115 ga teng bo'lishi kerak. Xo'p, noma'lumlar 2x, ma'lumlar 75. Teng bo'lyapti 125 ga, 115 ga. Xo'p, 2x imiz teng bo'lyapti 40 ga, ya'ni 75 ni minusga o'tkazamiz. 115 ni 75 ga ayirsak 40. X imiz teng bo'lyapti. Ikki tarafda ham hop 2 ga bo'ladigan bo'lsak 20 bo'lar ekan. Demak, nimani topdik hozir biz? O'g'ilning yoshi 20 da, shunda buvisi 75 yoshda va onasi 45 yoshda bo'lar ekan. Javobimiz variant bo'lyapti. Hop. 8-savol. 0, 5, 7 raqamlardan ularni takrorlash mumkin. Mumkin ekan, ya'ni 5, 5 yoki 7, 7 qilib yozish mumkin ekan. Takrorlash mumkin bo'lgan holda nechta ikki xonali son tuzish mumkin? Demak, ikki xonali son. Biz o'nlar xonasiga 0 ni qo'ya olmaymiz. Chunki 0 ni qo'ysak bir xonali son bo'lib qoladi. Bizda 7, 5 shunday. Demak, 5 ni va 7 ni qo'ya olamiz. 5 va 7. Qo'ydik, bu yergacha takrorlash mumkin bo'lgani uchun 3 ta son raqamni qo'ysak bo'ladi. 0 ni ham, 5 ni ham, 7 ni ham va 7 ni yonboshiga ham, o'sha birlar xonasiga ham 3 ta sonni qo'ysak bo'ladi. Raqam. Ya'ni nima degani bu? Bundan 3 ta son chiqadi, bundan ham 3 ta son hosil bo'ladi. Demak, jami nechta bo'lar ekan? 3 ga 3 ni qo'shamiz, 6 ta son hosil qilish mumkin ekan ikki xonali. Mana shu 3 ta raqamdan foydalanib. Demak, to'g'ri javobimiz bo'lar ekan. Xo'p, fermer xo'jaligida 100 qop kartoshka terildi. Agar birinchi kuni 2450 kg va ikkinchi kuni 2550 kg kartoshka terilgan bo'lsa, har bir kunda necha qopdan kartoshka terilgan? Demak, o'zimizda 2 kunda jami necha kilogram kartoshkaligini topib olsak, ya'ni qo'shamiz 2450 ga 2550 ni. Qancha bo'lyapti? 50 50 9 10 bo'lib ketar ekan va 3000 kg 5000 kg bo'lar ekan. 5000 kg kartoshka bo'lyapti va jami bu 100 qopga to'g'ri kelar ekan. Har bir qopda qanchadan kilogram kartoshka bo'ladi? 50 kg-dan ekan. Endi hop 2450 ni bo'lamiz 50 ga. Bitta nollarni o'chirib tursak bo'ladi. Ikkalasida ham 0 bor ekan. Hop 24 ni ichida 4 tadan 20 va 45 ni ichida 9 tadan. Birinchi kun 49 ta terilibdi. 49 qop. Ikkinchi kun esa 2550 ni bo'lamiz 25 ga. 50 ga. Hop, bitta nollarni qisqartiramiz. 25 ni ichida 5 tadan, 5 ni bittadan. 51 qop terilibdi ikkinchi kunda. Variantlardan qidiramiz endi. A variantimizda 49 va 51 to'g'ri. 50 50, 48 52, 47 53 bu javoblarimiz hammasi xato va eng to'g'ri javob bizda o'sha o'zimiz hisoblab ko'rganimizdek A variant bo'lyapti. Hop, yuzlar xonasigacha yaxlanganda 800 bo'ladigan eng katta va eng kichik sonlar yig'indisini toping. Demak, yuzlar xonasigacha bo'lish uchun hop, o'nlar xonasidagi masalan 800 dan kichik bo'lgan sonni oladigan bo'lsak 700. 700 8 ga aylanish uchun 7 miz yuzlar xonasida turibdi. 8 ga aylanib ketish uchun o'nlar xonasida 5 bo'lish kerak. Eng kichik sonni deb oladigan bo'lsa, eng kichik son bo'lish uchun bu yerda 0 bo'lish kerak birlar xonasida. Demak, eng kichik bu 750 ekan. Endi eng kattani oladigan bo'lsak, hop 8 bo'lish kerak yuzlar xonasida, lekin o'nlar xonasida shunday raqam bo'lish kerakki, yaxlaganimizda 9 ga emas, 9 ga o'tib ketmasligi kerak, 8 gacha qolishi kerak. Demak, 4 bo'lish kerak. Bu eng katta sonimiz bo'lgani uchun birlar xonasiga 9 ni qo'yib qo'ysak bo'ladi. Lekin buni hozircha bizga ta'siri bo'lmaydi. Yuzlar xonasigacha yaxshilayotganimiz uchun. Endi ikkalasini shunday yig'indisini topamiz. 0 ga 9.
9, 5 ga 4. 9 va 7 ga 8, 15. 1599 bo'lar ekan. Va bu B variantda ko'rsatilgan. Xo'p, Soniya, Zafar, Asila 3 maktab o'quvchisidan musobaqada ishtirok etish uchun bir juftlik tanlash kerak. Nechta turli juftlik tanlash mumkin? Xo'p, bunda endi o'z-o'zidan takrorlanmaydigan holat bo'ladi, chunki Zafar bilan Zafar o'zi bitta Zafar bor. Ikkita Zafar qilib bitta guruhga ola olmaymiz. Shuning uchun xo'p, Zafar bilan Soniya, keyin Zafar bilan Asila yoki Soniya bilan Asilani bitta guruh qilishimiz mumkin ekan, turli. Hozir bu ikkalasini o'rnini almashtirib qo'yib Soniya bilan Zafar desak yana, masalan, baribir o'sha bitta guruh bo'lib turgan bo'ladi, boshidagi bitta guruh. Shuning uchun 3 ta turli xil guruh tuzishimiz mumkin ekan, juftlik guruh emas. Shuning uchun B javobimiz to'g'ri bo'lyapti. Hop. Javlon 20 ta do'stini tug'ilgan kuniga taklif qilmoqchi. Bu uning ota-onasiga $300 ga tushadi. Agar u 15 ta do'stini taklif qilishga qaror qilsa, bu uning ota-onasiga qanchaga tushadi? Proporsiya qilib ishlasak bo'lagan, demak 20 ga 300 bo'lyapti. $300 sarflanyapti 20 ta oshnasiga. Hop, 15 ta do'stini chaqirsa qancha bo'ladi? X belgilasak, hop, cross usulda ko'paytiramiz. Ya'ni 20 ko'paytirilgan x teng bo'lyapti 300 ko'paytirilgan 15 ga. Demak, x imiz teng bo'lyapti 300 ko'paytirilgan 15 bo'lingan 20. 300 ni 20 ga bo'ladigan bo'lsak 15 bo'ladi. Bu bilan bu ketyapti, 15 bo'lib qolyapti. Va 15 ga ko'paytirib qo'ysak 225 bo'lar ekan. Ya'ni agar Javlon 15 ta do'stini taklif qiladigan bo'lsa tug'ilgan kuniga, ota-onasiga $300 ga emas, endi $225 ga tushar ekan. D javobimiz to'g'ri bo'lar ekan. Hop, Kamolaning xonasida ikkita soat bor. Bittasi aniq vaqtdan 25 minut orqada qolmoqda hamda hozir u 7:40 ni ko'rsatmoqda. Demak, hozirgi soat necha bo'lyapti shunda? 7:40 qo'shilgan 25 minut. Ya'ni 8:05 bo'lyapti aniq soat, aniq vaqt. Ikkinchi soat esa aniq vaqtdan 15 minut oldinda. Ikkinchi soat hozir nechani ko'rsatmoqda? Demak, 15 minut oldindagini ko'rsatar ekan, 8:05 ga qo'shib qo'yamiz 15 minutni. Va demak 8:20 ni ko'rsatar ekan keyingi va oldindagi soat. Mana shu ikkinchi soatimiz. Va D javobimiz to'g'ri bo'lar ekan. Kompyuterda berilgan matnni terish uchun tanaffuslarsiz 3 soat 20 daqiqa vaqt talab qilinadi. Nodira har yarim soatda 10 minutlik tanaffus qiladi. Nodira berilgan matnni terishni boshlaganidan uni tugatgunicha qancha vaqt o'tadi deyilibdi. Xo'p, biz 3 soatda nechta 30 minutga bo'lsak bo'ladi, ya'ni yarim soatda. 6 ta yarim soatlik bor bizda. Yarim soat. Ya'ni o'sha har bir yarim soatdan keyin bitta tanaffus qilgandan keyin 3 soat o'sha ishlagan vaqt 3 soat bo'lganda 1 soat dam olgan bo'ladi. Ya'ni 6 ta 10 minutdan 1 soat vaqt bo'ladi. Xo'p, keyin oxiri 20 daqiqalik ish qolgan bo'ladi va buni qilib bo'ldi birdan ishni tugatadi. Ya'ni nima bo'lyapti? Jami vaqtimiz 3 soat ishlaganda o'zi 1 soat dam olib qo'ydi. Endi 20 minutlik ish qoldi. Qancha vaqt ketar ekan jami? Demak, 4 soat u 20 daqiqa ketar ekan tanaffuslar bilan. Xo'p, Nodira o'sha matnni terib tugatgunicha. To'g'ri javobimiz B variant bo'lar ekan. Xo'p. 15-oxirgi savolimiz. Imtihondan o'tganlar orasida Zafarjon ro'yxat boshidan 16-o'rin va oxiridan 29-o'rinda turibdi. 6 ta bola imtihonga qatnashmadi va 5 tasi imtihondan yiqildi. Xo'p, o'zi birinchi nechta odam o'tganini ko'rsak, mana imtihondan o'tganlar hisoblasak, 16-o'rinda turibdi boshida, oxiridan hisoblaganda 29-o'rinda. Shu payt Zafar 16 ga 29 ni qo'shsak, 2 martadan hisoblanib ketyapti. Ya'ni 16-ga ham kirib ketyapti, 29-ga ham kirib ketyapti. Shundan birini ayirib qo'yamiz. Xo'p. Ya'ni 29 ga 16 ni qo'shsak 44 45, birni ayirsak 44. 44 ta odam o'tibdi. 6 ta bola imtihonga qatnashmadi deyilibdi va 5 tasi imtihondan yiqildi debdi.
lekin qatnashgan bilan. Demak, bizdan nima so'ralgani o'zi sinfda nechta o'g'il bola imtihonda qatnashgan deb so'ralibdi. Xo'p, 5 tasi ham qatnashgan, lekin yiqilgan. 6 tasi bo'lsa imtihonga umuman kelmagan. Demak, 44 ga 5 ni qo'shib qo'yamiz. 49 ta bola qatnashibdi, shundan 44 tasi o'tibdi. Zafarjon shunda boshdan hisoblaganda 16-o'rinda ekan. Demak, 49 ta o'quvchi qatnashibdi jami. Xo'p, shu bilan Firza maktabi saralash formatidagi repetision testimiz tahlili o'z yakuniga yetdi. Qolgan tahlillarda ko'rishguncha deb qolamiz. Testlarimizda ham faol bo'lishlaringizni so'raymiz. Xayr, sog' bo'lingizlar.